Mana yürüyapman. Hech kimni yordamsiz yurishga harakat qilyapman. Ancha o'rganyapman. 6 oyda ichida natijalar yaxshi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Sog'lom viloyati Narpay tumanida Ro'sha shaharchasida tug'ilganman. Shu Qurbon kunlarda yoshim 49da 2023 yil 2-iyul kuni operatsiya bo'ldim. Kasallikdan kasallanganman. 14 yildan beri shu kasallikdan kurashib kelaman. Shu 2023 yilda operatsiya qilishdi meni. Natijalarim yaxshi. Yurolmasdim, yurayapman. Qo'llarim qimirlayapti. Ovqat yeyolmasdim. O'zim yeyapman. Gapirolmasdim, gapiryapman. Xudoga shukr. Shu meni operatsiya qilgan barcha doktorlarga katta rahmat aytaman. Shunchalik yaxshi darajada oyoqqa turg'izishdi meni. Shu doktorlarga ming roziman. Rahmat. Hammangizni kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.